Bu yil 7 ayning 4 kuni Angliyada umumiy saylam o'tkaziladigan bo'lib, Angliyadagi har qaysi siyosiy partiyalar saylam faoliyatlarining oxirgi bosqichlariga qadam qo'yayotgan mushu kunlarda partiya xitobnomalarini e'lon qilib, hokimiyat beshiga chiqqanda qilmoqchi bo'lgan ishlarini jakarlashga boshlagan. Uyg'ur masalasi tunji qitim Angliyadagi bir siyosiy partiyaning partiya xitobnomasidan o'rin olgan. Angliyadagi asosliq siyosiy partiyalarning biri bo'lgan Erkin Demokratlar partiyasi 10 iyun kuni partiya xitobnomasini e'lon qilgan bo'lib, ular bu xitobnomasida Uyg'urlarga qilinayotgan zulmni irqiy qirg'inchilik jinoyati deb tonish orqali Uyg'urlar bilan bir safda turadiganligini bildirgan. Erkin Demokratlar partiyasining yuqoridagi maydoni Angliyadagi kishilik huquq sohasining kuchli olqishiga erishgan. Dünya Uyghur Qurultayı Angliya ishxonasining mudiri, shundaqla Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish guruhining qurg'uvchisi Raima Mahmud xonim bu haqda X'da bildirgan inkasida Angliyadagi bir Uyg'ur faoliyatchisi bo'lish sifati bilan Erkin Demokratlar partiyasining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tonish masalasini o'z xitobnomasiga kirgizganligini qarshi olgan. U buni javobgarlikni surishtirishdagi hal qilg'uch qadamlarning biri deb baholagan. Raima xonim bugun radiomizning ziyoratini qabul qilgandimi, o'zlarining bu masalani siyosiy partiyalarning kun tartibiga kirgizish uchun nurg'un harakat qilganligini va shunga buni bir g'alaba deb qaraydiganligini aytdi. Albatta bu bizningki necha yillarning shu partiyalarning va'dnomasiga shuni kirgizishni izchil biz so'rab kelyapmiz. Bo'libmi shu Uyg'ur qirg'inchiligi deb parlamentdan e'lon qilgandan keyin, undan keyin Uyg'ur soti buni rasmiy qirg'inchilik bo'lyapti degandan keyinki butun bizningki birinchi qo'yayotgan talablarimiz shu qirg'inchilikni e'tirof qilish va bu qirg'inchilik asnomi bo'yicha o'ziningki majburiyatini ijro qilish degan shuni biz izchil talab qilib kelayotgan. Amda hozir bu Liberal Democrat Party, yani Social Demokratiya Partiyasininki bu rasmiy manifesto, yani va'danomasida bu Uyg'ur masalasini bo'libmi Uyg'ur deb turib ilib va bu qirg'inchilikni e'tirof qilamiz degani bu bak cho'ng bir g'alaba deb hisoblaymiz. Buningki rasmiy tunugunki shu e'lon qilish bizni haqiqatan hayajonlantirdi. Erkin Demokratlar partiyasi xitobnomasida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini toniydiganligini bildirib qolmay, yana Hong Kong va Tayvan masalasida keskin ifodalarini o'tirg'a qo'ygan. Ular Hong Kongliklarni qo'llashni kuchaytirish bilan birga yana Tayvan bilan aloqani kuchaytirganligini ta'kidlagan. Ular bu haqda xitobnomasida mundaq deb yozgan: Biz Xitoyning tahdidiga uchrayotgan Tayvan qatorliq davlatlar bilan diplomatiya, iqtisod va xavfsizlik sohalaridagi aloqamizni kuchaytiramiz. Angliyadagi Xitoyga qarshi xalqaro parlamentlar birlashmasining ijroiya direktori Luke de Pulfordning bugun radiomizga deyishicha, Erkin Demokratlar partiyasining xitobnomasi uning bugungacha Xitoy bilan yaqin munosabat o'rnatishni targ'ib qiladigan tafakkur usulining o'zgarganligidan darak berdi ekan. U bizga yozgan ilxatida mundaq degan: Menimcha bu haqiqatan Xitoyga aloqador bo'lgan eng yaxshi xitobnoma bo'lib hisoblandi. Bu hozirgacha Xitoy haqida qilingan eng keskin xitobnoma. U o'z navbatida yana liberal demokratlar bugungacha qo'llanib kelgan va Xitoy bilan tanqidsiz holda aralashishni, munosabat o'rnatishni ilgari suradigan tafakkur uslubining oxirlashganligiga vakillik qiladi. Navbatda Angliyadagi faoliyatchilar Erkin Demokratlar partiyasining bu xitobnomasining boshqa siyosiy partiyalarga ta'sir ko'rsatishni umid qilayotgan bo'lib, ular Angliyada hokimiyat yurgizayotgan Konservativlar partiyasi va Emgak partiyalariga bu haqda chaqiriqlarni e'lon qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Angliya bosh ministri Rishi Sunakning partiyasi bo'lgan Konservativlar partiyasi 11 iyun kuni e'lon qilgan xitobnomasida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tonish masalasini tilga olmagan. Ammo ular Xitoyni Angliyaning davlat xavfsizligini qo'g'dashda diqqat qilishga tegishli davlat deb qaraydiganligini bildirib, ilgirgi qaraganda keskin ifoda qo'llangan. Raima xonim bo'lsa, hokimiyat beshirgi partiya Konservativlar partiyasining xitobnomasini Uyg'ur masalasida intayin ojiz deb qaraydiganligini aytdi. Afsuslanganimiz albatta bu Liberal Demokratninki degandek bunday bir kuchlik bir qirg'inchilik degan yozilmabdi. Uyg'ur degan nom ilinmabdi, ammo Xitoy hukumatiningki Xinjiang, Tibet va Hong Kong qilayotgan inson haqlari, efsendichiligi degandek mushnaq atdi. Onundan keyin bu manifestoda eng asosliq majburiy emgakni qattiq kontrol qildig'ini, majburiy emgak qattiq qarshi turdig'ini va
kontrol qılınlığı, onunkin dini erkinlikni qoğdaydiganligini depdi, şunu e'lon qildi. Hakimiyet Beşirigi Konservativ Partiyasi va bu partiyadan chiqqan bosh minister Rishi Sunak Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy aloqani kuchaytirish badaliga Uyg'ur irqi qarg'anchiligini e'tirof qilmaslik va Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarining Angliya bozoriga kirishini cheklashda unumli tadbir qo'llanmaganligi sababidan tanqidga uchrab kelayotgan edi. Rahima Mahmud xonim Konservativlar partiyasiga qaytargan ochiq inkosida Uyg'ur irqi qarg'anchiligini tonish masalasining tilga ilinmaganligidan qattiq afsuslanganligini bildirgan. O shundaqla inkosida Gerçi Konservativlar partiyasi xitobnomasida Uyg'urlarning ismini tilga olmay turib, majburiy emgakni oyoqlashtirish va diniy erkinlikni qo'g'dashni kuchaytirganligini degan bo'lsa-mu, bu yetarli emas deb ta'kidlagan. Angliyadagi Emgakchilar partiyasining xitobnomasi oldimizgi kunlarda e'lon qilingan bo'lib, uningda Xitoy haqida qanday mazmunlarning o'rin olganligi diqqat nuqtasi bo'lmoqda. Hurmatli radio tinglovchilar, bu programmani Irada tayyorladi.